Assalomu alaykum do'stlar. Hop, sun'iy gazonlarimizni videosini imkon boricha to'liqroq va tafsilroq ko'rsatishga harakat qilaman. Bu yerda 8 xil sun'iy gazon bor. Mana ustidagi maysasi 1 santimetrligi bor, 2 santimetrligi bor, 3 santimetrligi bor, 4 santimetrligi bor. Mana undan tashqari yana 1 santimetrligi bor, 1,5 santimetrligi bor, 1,5 santimetrligi bor, 1 santimetrligi bor. Xullas kalom 8 xil sun'iy gazonimiz bor. Ko'rishlaring mumkin. Bu 1 santimetrli sun'iy gazonimiz. Bu sun'iy gazonimiz masalan bolalar o'yingohiga, ya'ni bog'chalarga, maktablarga bolalar o'ynashi uchun ishlatsa bo'ladi. Undan tashqari gullarni tagiga qo'ysa bo'ladi. Xullas ko'p narsalarga ishlatsa bo'ladi. Undan tashqari mana devoriga alohida maxsus qoqib qo'ysa ham bo'ladi sun'iy gazonimizni. Faqat bu sun'iy gazonimiz biroz yupqaroq ishlangan. Ustidagi maysasi 1 santimetrlik. Buni imkon boricha oyoq ostida kamroq ishlatiladigan joyga qo'ysa bo'ladi. O'zini tozalab, changi tushda tozalasa bo'ladi, yuvsa bo'ladi, artsa bo'ladi. Xullas puliga yarasha. Xo'p, endi aloqaga chiqish uchun oldindan aytib qo'yaman. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaring bo'ladi, yo bo'lmasam Telegramdan yozsalaring batafsil ma'lumot beramiz. Pulini ana shu Telegram orqali kelishamiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz mavjud. Xizmat ya'ni yetkazib berish xizmati pullik. Agar pulini narxini kelishsak, endi dastavkasini ham yetkazib berishni ham gaplashsak bo'ladi. Ikkinchi sun'iy gazonimiz bu ustidagi maysasi 2 santimetrli. Hozir e'tibor berishlaring mumkin. Mana yon tarafdan ko'rilayotganda mana yaqinlashtiraman. Umuman boshqacha rangga o'tyapti. Mana orqa-roqqa qarab olyapman sun'iy gazonni. Bu umuman boshqacha ko'rinishga o'tyapti. Endi qarab turasizlar. Xo'p. Mana endi pastga qaratsam umuman boshqacha rangda ko'rinyapti. Tepaga olganimda boshqacha rangda ko'rinyapti. Ya'ni o'zini tusini, bizni tilda aytganda o'zgartiradigan sun'iy gazonlardan biri. Bu sun'iy gazonimiz orqa qismi mana g'adir-budur qilib ishlangan. Plitkani ustiga solsangiz ham sirpanib ketmaydi. Alohida germetika bilan buni bemalol oyoqni ostiga, plitkalarning ustiga, zinalarning ustiga bemalol solib ishlatsangiz bo'ladi. Yana buni qulaylik tomoni buni yuvsa bo'ladi. Mana orasiga loy kiradimi, boshqa kiradimi, plisosda tozalasa ham bo'ladi. Undan changi tushda, undan tashqari buni bemalol yuvorasiz. Mana maysasini tortaman. Bemalol tortaverasiz. Maysasi umuman chiqmaydi. Xo'p, bu endi 2 santimetrli sun'iy gazonimiz. Bundan keyingisi mana 3 santimetrli sun'iy gazonimiz. Mana maysasini ko'ryapsizlar. Qancha o'sgan sari puli ham o'zgarib ketadi. Ikkovi bitta narsa. Faqat ustida sun'iy maysasida farq bor. Mana ko'rsalaring 2 santimetrlikda ora-oralar ko'rinib qoladi. Bunda biroz ora-oralari ko'rinib qolayotganga o'xshaydi. Bu sal qalinga o'xshaydi. Xullas ikkovi ham shu. Yuvsa ham bemalol buni devorlarga, alohida plitkalar ustiga, zinalar ustiga hamma yoqqa qo'yib ishlatsa bo'ladi. Faqat ustidagi maysasi 3 santimetrlik. Xo'p, undan tashqari mana 4 santimetrligi ham bor u sun'iy gazonimiz. Mana qalin ishlangan, mana ko'ryapsizlar, rangi o'zgaryapti. Olamiz boshqatdan. Mana boshqacha rang. Yaqinlashtiramiz, boshqacha rang. Xullas rangi o'zgarib turadi bo'ladi. Xullas 2, 3, 4 mana shu. 2, 3, 4 mana orqaroqqa olamiz. 1, 2, 3, 4 santimetrni mana shu sun'iy gazonlar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Qolgan sun'iy gazonlar haqida batafsilroq yana tushuntirib aytib ta'kidlab o'taman. Hozircha mana shu joyda videoni yakunlaymiz.